Messida talant, Ronaldoda mehnat. Mana shu ensani qotiruvchi, siyqasi chiqib ketgan shablon fikrni necha marta eshitgansizlar? Kimlardan eshitgansizlar? Mana shu kommentga yozib yuboringlar, men hozir bitta gap aytaman. Aslida bu xato. Ronaldo mehnati evaziga Messi Xudo bergan talanti bilan mana shu darajasiga chiqdi deyish, bu prosta suvdan quruq chiqib ketish yoki kak minimum har ikkala futbolchini muxlislarini xafa qilmagan holatda o'zidan faylasuf yoqib olish. Bo'ldi, tamom. Bu gap aslida muxlislardan chiqqan. Aksariyat Cristiano Ronaldoning muxlislaridan chiqqan gap aslida. Ronaldo mehnat qilgan, Messida Xudo bergan talant bor va hokazo va ikkalasini yonma-yon ko'rsatish xolos. Maqsad mana shu edi. Lekin bu xato edi. Bu yoshlarga xiyonat edi. Yosh futbolchilarga Messida Xudo bergan talant borda, o'shaning uchun Messi bo'lib ketganda, mana Ronaldo mehnat qilgan deyish bu xato-ku. Ertaga baribir ular boyagi yoshlar futbolchi bo'lgandan keyin tushunadi, kim qancha mehnat qilganini. Aslida nima qilyapsizlar? Shu kungacha nima qilib keldilaring? Yoshlarni aldab keldilaring. Messi joyi kelganda Ronaldodan ham ko'proq mehnat qilishiga to'g'ri kelgan edi. Men buni nechinchi marta aytishim mana shu Instagramda. Nechinchi video bu? Hamma meni yomon ko'radi. Messi mehnat qilgan, baraka topkurlar. Talant o'zi bilan ish bitganda bilmayman. Neymar, Azar, Eden Azar, Ronaldinho, yana kimlar bor mana? Yozinglar kommentga, qanaqa futbolchilar bor edi? Messidan-da talantliroq qancha futbolchi bor edi? Yozib ketsin hamma. Ular nimaga bu darajaga chiqmadi? Chunki mehnat qilmagan. Xolisa Ronaldoni cho'qqiga qo'ysin, bu uni fikri. Qolganlar Ronaldoni darajasiga yaqinlasha olmasin, bu ham uni fikri. Muammo yo'q. Lekin Messini qilgan mehnatini prosta soyada qoldirish yoki yashirib bekitib, prosta haqiqatni aytmaslik ham bu qo'rqoqlikda menimcha. Mana nima bo'ldi mana bu jahon chempionati. Oxirgi Messini finalgacha bo'lgan o'yinlarini ko'rib, Messini qilgan mehnatini gapirishni boshlagan odamlar nima bo'ldi? So'kishlarni tagida qolib ketdi. Kommentlari yopilgan. Mana shunaqa bo'ladi. Haqiqatda bu, chunki odamlarga haqiqat yoqmaydi, lekin haqiqatni aytish kerak. Sal uyalinglar. Tushuntira oldimmi? Hamma meni yomon ko'radimi? Yomon ko'raversin. Farqi yo'q menga. Yanada ko'proq xabarlarni bilish uchun Futbol dunyosi kanaliga obuna bo'ling.